Birinchi ayollar keladi, qanaqadir ginekologik operatsiya o'tkazsa, birinchi beradigan savol qanchagacha og'ir ko'tarsam bo'ladi. Men hammaga bir xil javob beraman. Ayol kishi umuman og'ir ko'tarish mumkin. Umuman qanchagacha degan narsani unuting. Siz og'ir ish ham qilishingiz kerak emas. Og'ir narsa ko'tarish, og'ir yuk ko'tarish umuman tavsiya qilinmaydi. Lekin aytganingizda bizning ayollarimiz zabardast, hamma erkaklarning ishini qilib, og'ir narsalarni ko'tarib, xo'jayinimni ishini yengillashtiraman deb ham ayol kishi ko'pincha psixologiyadan bor-ku, erkakni to'sib qo'yar ekanda, oldinga chiqib. Shunaqa erkaklar yaxshi pul ham topolmaydi, oilada ilg'or zo'r yutuqlarga erisha olmaydi. Tibbiy tomondan organiga qanaqa salbiy ta'siri bor og'ir ishlarni? Nima bo'ladi? Doimiy bosh miyasi tinch bo'lmasdan, faqat muammolarni o'ylab, bolamning muammosini hal qilay, turmush o'rtog'imga yordam beray, uy ro'zg'origa yaxshi yolg'on tegsin-u, qolganlarga og'irligim tushmasin degan ayollarda gormonal fon o'zgaradi. Uzoq yillar davomida gormonal fon o'zgarishi albatta bachadon mushaklarida shunday o'zgarishlarga sabab bo'lib, mioma, kista shunaqa kasalliklarni kelishga sabab bo'ladi. Keyin yana mioma bilan kistani kelib chiqish sabablarning yana bir ko'p tarafi, noqulay bo'lsa ham aytaman, o'sha turmush o'rtog'i bilan munosabatni yaxshi emasligi. Sifatsiz aloqa bo'lishi, to'liq orgazm his qila olmaslik, shuning natijasida surunkali ravishda chanoq bo'shlig'ida qon aylanishi buziladi va bu yana o'sha kasalliklarning avj olishiga sababchi bo'ladi, afsuski.